Assalomu alaykum, hurmatli onlayn huquq kanalimizning foydalanuvchilari va mehmonlari. Kanalimiz o'zining yana qiziqarli bo'lgan video darslarini berishda davom etadi. Davlat va huquq asoslari maktab darsliklari yangilangan. O'z navbatida uning ichidagi mavzulari, faktlari ham bir qancha yangilanishlar va ma'lumotlar bilan to'ldirilgan. Yurisprudensiya yo'nalishiga topshiraman deb niyat qilgan abituriyentlarimiz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Demak, diqqat va e'tiboringizni jamlaysiz. 8-sinf davlat va huquq asoslari fani 1-2 mavzularni o'rganishni boshlaymiz. Shaxs. Siz bilan biz o'zimizni ijtimoiy hayotimizda ko'pincha odam, inson va boshqa shu kabi bir-biriga yaqin bo'lgan so'zlarni eshitamiz yoki amaliyotda qo'llaymiz. Lekin inson, odam, shaxs o'ziga yarasha bir-biridan farqlari mavjud. Odam tushunchasi bu biologik tushuncha bo'lib, unga jonli tabiatda bir element sifatida qaraladi. Inson tushunchasi bo'lsa ijtimoiy tushuncha bo'lib, undan kundalik so'zlashuvda keng foydalanamiz. Lekin shuni yodda tutingki, huquqshunoslik fanida, umuman yuridik adabiyotlarda odam, inson, kishi yoki kimsa so'zlaridan emas, balki aynan shaxs tushunchasidan keng foydalanadi. Shaxs tushunchasi inson tushunchasining yuksak rivojlangan ko'rinishi, oliy maqomi hisoblanadi. Ya'ni mana ko'rib turibsizlar, shaxs, inson, odam kabi tushunchalarga ushbu yangi darsligimizda yana kengroq va batafsil aniq to'xtalib o'tilgan. Jamiyat va shaxs o'zaro ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, siyosiy va huquqiy munosabatlarga kirishishi mumkin. Huquqshunoslik fanida shaxs tushunchasi 2 ma'noda qo'llaniladi. Bular jismoniy va yuridik shaxs sifatida. Jismoniy shaxs deganda O'zbekiston fuqarolari, boshqa davlatlarning fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar tushuniladi. Ya'ni jismoniy shaxsi 3 ta ko'rinishi mavjud. Yuridik shaxs esa alohida mol-mulkka ega bo'lgan hamda o'z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol-mulk bilan javob beradigan, majburiyatlarni bajara oladigan, sudda da'vogar va javobgar bo'la oladigan tashkilot tushuniladi. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, yuridik shaxs deganda insonlarni emas, balki korxona, tashkilot va muassasalar tushuniladi. Yuridik shaxslarning ham bir qancha turlari mavjud. Xususan, tijorat tashkilotlari va notijorat tashkilotlari. Mavzularimiz hozircha sizlar bilan shular edi. Qo'limizdan kelgancha sizlarga qisqa va batafsil tushuntirishga harakat qildik. Uyda esa o'zingiz albatta ushbu mavzuni to'liq yana bir necha marta yaxshilab o'qib, tushunib olishingizni tavsiya beramiz. Agar qandaydir xato va kamchiliklar bo'lsa, albatta oldindan uzr so'raymiz sizlardan. Qo'ldan kelgancha sizlarga manfaatli bo'lishi uchun ushbu mavzularni tushuntirib yetkazishga harakat qildik. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta obuna bo'lish yodingizdan chiqmasin, obuna bo'lib qo'ying va like tugmasini ham bosib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Sizlar bilan tez orada kelasi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.